Nima uchun mashq? Nima Nafas chiqargan paytda qo'l pastga ketadi. Agar nafas bilan bog'lab ishlamasalar bu oddiy fizik упражнение bo'ladi. Yuqoriga endi nafas chiqaramiz. Nafas bilan ishlasa чисто yoga uskuna bo'ladi. Nafas bilan ishlaganda tana, quvvat, aql uchasi bir bo'ladi. Yoganing perevodi ham shunaqada. Men qo'lni bir nima qilamiz aylantiramiz. Boshqa tomonga. Assa! Endi bu yerga. Boshqa tomonga. Oldinga ketgan nafas, orqaga nafas chiqarasiz. Yuqoridan tekka turish kerak o'sha. Boshqa tomonga. Yaxshi, xuddi mehmon chaqirayotgandek. Hop! Charchamayapsizlarmi? Sen yigit charchanga o'xshayapsan. Bu tomonga. Buni o'yin qilib qabul qilish kerak. O'yin. Jiddiylik bu hamma ishga xalaqit beradi. Ya jiddiy odam mazaq yashamaydigan pul million bo'lsa ham. Yaxshi, endi yelkaga. Ko'targan paytda nafas olinglar. Tushirgan paytda nafas chiqarasiz. Haq reski urmaslik kerak. Yo'qolgan. Endi pastga. Nafas chiqargan paytda gavda tik bo'lmasa umurtqaga ziyon tegadi. Kimda griza bo'lsa, protruzsiya bo'lsa, ularga katta nagruz ko'p qoladi. Endi oldinga. Oldinga orqaga. Hop! Kulgin yerga tushirib qo'ymalaring. Kulgi joyida turish kerak. Endi aylantiramiz. Oldinga ketgan nafas, orqaga chiqaramiz. Yaxshi saklang. Hoppa! Hoppa. Bu yerda yosh bolaga aylanmasalaring, buni yaxshi ko'rmaysizlar. Keyin prosta bajarmaysizlar bu. Yaxshi. Endi mana bittadan ushlab olinglar-da. Sekin mana. Ya, nimalar yaxshi bo'lsa, tikka turib ishlagandan yaxshi. Pastga. Nafas chiqaramiz. Pastga nafas, bo'shashgan paytda nafas olamiz. Yuqoriga. Endi pastga nafas chiqarib, tepaga nafas olish kerak. Mana bu yerni ko'rsat. Sekin aylantiramiz. Butun e'tibor bu yerda bo'lishi kerak, oyoqda. Sizning oyoqsiz qilib. Buni nima qilib turib, butun damashning problemalarini o'sha yerda hal qilib olib bo'lmanglar-da. Pastga, ikkinchi oyoqqa. O'zimizga sekin aylantiramiz. Pastga ketganda nafas chiqaramiz. Yuqori ketganda nafas olamiz. Nafas bilan bog'lamasdan ishlangan ish tanaga nagruzka beradi. Nafas sizning quvvatingizni regulirovka qilib turadi, bu regulyator. Davleniya oshmaydi, qanaqa nagruzka bo'lsa ham, agar nafas bilan birga ishlansa. Keyin bu tizzaga. Hoppa! Hoppa! Kulgi yerga tushib qolmayaptimi? Bu yoqqa. Assa! Assa. Bu ikkinchi oyoqqa. Agar yaxshi kayfiyat bilan to'g'ri nafas bilan ishlansa, bundan juda ham katta mazza olasiz. Biror majburlar taq bilan ketayotgan bunday bo'lsa kerakda, bo'shashlik. Endi bu yoqni tizzalarni uqalaymiz. Aylantiramiz, tashqaridan ichkariga. Tashqariga nafas oling. Ichkariga ketganda nafas chiqarish kerak. Iloji boricha kattaroq quruq.
Endi ichkaridan tashqariga. Butun e'tibor tizzada. Tizzaning en temirchi og'riqlari yo'q bo'lib ketadi. Tizza og'rig'i bu asosan bu muskullarni har xil to'ng'isi bo'lib qolganda. Bu muskulga ish. Ikkalasini birga qilamiz. Deb boshladik. Pastga ketganda nafas chiqarasiz. Yuqori ketganda olasiz. İkinci tomonga. Mazza. To'g'rimi? To'g'ri. Hay mazza. Oyoq to'g'ri qilamiz. Yaxshi. Mana buni so'rala hali nimalarni yaxshi emas. Sekin ko'taramiz. Nefes çıkaramiz, orqaga nefes çıkaramiz. Oldinga nefes. Nefes çıkaramiz. Oldinga nefes. Nefes çıkaramiz. Oldinga nefes. Sekin aylantiramiz. Mana taza bezimiz tutib. Quymuch son bo'g'imiz. İkinci tomonga. Hoppa! Qani kulga? Ha, joyida ekan. İkinci tomon yaxshi nima qildik. İkinci oyoqqa endi sekin aylantiramiz. Yuqori ketganda nafas, pastga qaytganda nafas chiqaramiz. İkinci tomonga. Yaxshi. Yaxshi, yana boshlaymiz. O'ng oyoq oldimda. Chap oyoq orqada. Sekin. Bu ham tizzaga zo'r, ham quymushga zo'r. Pastga ketganda nafas chiqaramiz. Buyoqqa ketganda nafas olamiz. Yaxshi. Sizdan sekin aylantirishga bo'ladi. Boshqa tomonga. Kasalman qariman desangiz, kasalsiz qarisiz. Yoshman sog'lomman desangiz, yoshsiz sog'lomsiz. Ikkinchi tomonga. Aktivni odamlar bilan 3 ta aktivni odam bilan qo'shilsangiz 4-chi aktivni bo'lasiz. 3 ta boy bilan yursangiz 4-chi bo'lasiz. Men 4-chi bo'lmoqchiman. Deyman, to'g'ri qilamiz. To'g'ri. Endi yoqqa. Pastga ketganda nafas chiqarish kerak. Buyoqqa ketganda nafas olish kerak. İkinci oyoqqa. Sekin pastlashtirish vaqtida. Bu tomondan ham. Sekin pastga qilib turmang. Bu tizzaga songa zo'rda yaqin. Sekin mana qilsam bo'ladi. Ko'tarilganda nafas olish kerak, tushganda chiqarish kerak. Bo'shashamiz. Sakraymiz. Kulish kerak. Nafas olib turib kulish kerak. Yolg'ondan bo'lsam kulaveradi, bir ko'rib turibdim bu yerda. Sekin. Fu. Fu. Nafas chiqaramiz. Fu. Nafas chiqaramiz. Fu. Sekin hozir. Bizni sheriklarni uyalchang. Video uçuşunu xohlamayapti.
Как будто ведется bir преступление bular uchun. Yan tomondan Nasıl balgam çıkıyor? oyoq tashlanglar. Böyle sen şamarlab yursa böyle cho'zilib yapamaydi. Sen shamarlasan. Oldinga. Mendan temirchiga oldiysan, olmaysan. Demir çıkıyor. Ha, plastikanda donab ketgan bo'ladi. Bu tomonga. Oldu bugün benim. Ne yaxshi ekan, rastlab yapıyoruz ki. Takrarlaymiz. Hoppa! Yaxshi. Har bir organga mashq qilishdan oldin unga aql borish kerak, aql. Odam tanasini aqli upravlat qiladi. 5 ta sezgi orqali. Shuning uchun mana shu 5 ta sezgi doim ta'zir bo'lishi kerak. Hozir butun e'tiborni umurtqaga yuboramiz. Bo'yindan boshlaymiz. Keyin серьезный выражение ishlaymiz. Bir tekshirib turgan yo'q. Sen важный bo'lsang o ishxonangda, uyda, bu yerda kerak emas, hech narsa kerak emas. Bu yerda просто yoyilish kerak, yoyilish. Sekin pastga. Nafas chiqaring. Nafas bilan, nafas. Bu mashqlar juda ham zo'r, lekin juda ham xavfli. Ko'p odamlar o'zida griza, protruziya borligini bilmaydi. Ko'p odamlar umuman bo'yni bilan ishlamaydi, umuman. Shuning uchun bosh og'rigan, ko'z yomon ko'rgan, xiralashgan, qulog'i yomon eshitgan, qanaqa reaksiyasi yaxshi emas. Buni hammasi sababi bo'yin. Bo'yin faqat bosh bilan yelkan o'rtasida xonam chaqqa o'tadi, qaytadi bo'yindan. Nervlar chaqqa boradi, qaytadi. Arteriyal ham boradi, qaytadi. Venozdan ham boradi, qaytadi. Problema ko'pincha bo'yinda bo'ladi. Lekin boshi og'riydi, ularning boshida olib yuraveradi-da. Agar shular yaxshi, men o'zimdan qo'shilmas. Постоянно давление сошет. Valchaga yasa, doricha. Bo'yinni 10 kun massaj qilib berdim, просто 10 kun. Hozir 1 yil bo'ldi, bir marta ham davleniya ko'tarmadim. Qatib qo'yganda bo'yinda hamma muskullar. Nima qilsin bechora bosh? Qon kelmasa, qon ketmasa, og'rimasdan boshqa iloji yo'q-da. Pastga ketmaydi. Nafas nafas chiqarani engak bu yerga tegadi, keyin pastga. Tepaga. Nafas chiqargan vaqtda ko'z ham orqaga ketish kerak. Ochkin yechib qo'yibishlar, bu ko'zga zo'r bu mashqlar. Biroz odamlar birdaniga erkakni tanlaydi-da. Ular Alloh bajarin, zreniya ham yaxshi bo'ladi. Endi engak 10 yelkaga mana nafas chiqargan paytda. Mana. E'tibor bo'yinda har xil xayollar, shirin, yomon xayollarni kallaga keltirmang. Bu bo'sh kalla bilan ishlanadigan mashqlar bular. Bu tomonga. Sekin orqaga olib kelamiz. Bura hammasi arinchi borda. Birinchisi mana yelka, engak yelkaga ketdi. Endi engak quloqqa ketadi ikkinchisidan. Ha, qilsa ham bo'ladi. Nafas chiqargan paytda albatta ko'zni ishlatinglar, ko'z. Bo'yindagi problema, ko'zdagi problema, ko'zda problema bu bo'yinda. 100% shuni. Ikkinchi tomonga. Ko'zga yaxshi gimnastika ekan. Bu odamlar eng katta xatosi qanday? Bir kun qiladi, 2 kun qilmaydi. Bugün 1 soat qiladi, ertaga 10 minut qiladi. Bugün och qarim bilan qiladi, ertaga to'q qarim bilan qiladi. Odamlar aslida nimasi? Hal больницаga borganlar to'ladi. Poliklinikaga borganlar to'ladi. Mana shunday stadion qilib qo'y. Bir odam ko'rdinglarmi bizdan boshqa? Bittani ham ko'rganman. Ha, Odessada ishlaganman, Rossiyada ko'p, Ukrainada ishladim, bilasizlar. Dengizning bo'yida Nivarda Propozdoroye. Bunday paytda to'la odamlar. Chollar ko'p, kampirlar.
Roliklar yuraman da. Endi keyingi mashq endi quloq bu tomonga, quloq. Pastga. Yelkaga. Bu tomonga. Sekin muzika bilan ishlasa aql maza qiladi. Aql maza qilgandan keyin hayotingiz guldan shirin bo'laveradi. Hamma problema aqlimizning ichida. Vıhtan problemi, u ham aqling ichida. Yana просто bir xizmatkor. Keyin anlatamiz. Orqaga ketganda nafas olamiz. Oldinga ketganda nafas chiqaramiz. Keyin bu tomonga. Yaxshi. Sakraymiz. Hoppa! Alırız. Yana hoppa. Bu tomonga alinamiz. Hoppa. Yosh bo'laman deb faraz qilinglar. Yosh bo'laman deb. Sizlar faraz qilganlarning birovga ziyoni yo'q. Birov sezmaydi. Endi sekin nima poзвоночник umurtqaga. Birinchi ko'z, bosh, keyin tana ketadi. Nafas chiqargan vaqtda. Shu joy bordinglarni seyretib turaman. Mana chayqalish kerak o'zi. E'tibor susayib qoladi unda. Sekin nafas chiqargan paytda kelasizlar, oxirigacha "Ha, keldinglarmi? Sera to'xtanglar, tanani bo'shashtirib nafas olinglar. Keyin yana nafas chiqardik. To'xtadik, nafas oldik. Ozgina chayqash kerak, ozgina. To'xtadik, nafas. Sekin bu tomonga o'tamiz. Bu faqat mana beldan pastni qimirlatmaydi. Qancha ko'p joy qimirlasak, tananing e'tibori shuncha ko'p joyga ketadi. Bu umurtqa uchun emas. Sekin. Xuddi shu mashqni pastga engashtir. Oldin ko'z, bosh, keyin tana mana. Qara osmon, qara qanday chiqadi, ko'k. Nima kerak odamga yana bundan ortiq. Sekin orqaga qaytamiz, o'rtaga keldik. Keyin yana nafas chiqarib yuqoriga. Qayta sekin nafas chiqarib nariroqqa boraveramiz. Sekin. Buni grijasi bormi bilgan odamlar ishlamaslik kerak. Ishlasam katta kontrol bilan ishlash kerak. Ha? Bu bola mana og'riqqa yetkazmaslik kerak-da, напряжение. Sen ozgina напряжение qaytish orqaga, bugun ozgina 1 mm ketyapsa 2 mm. 10 kunlikka уже 1 cm, 10 mm 1 cm mi? Endi bu o'tishini pastga, yon tomonga qarab. Tepaga qaranglar, yuqoriga. Sekin o'rnimiz turamiz. Xuddi shuni bu tomonga. Oyoq yelka kengligida bo'lishi kerak. Bu tomonga, endi bu tomonga. Bu yoqqa engashdik. Bu tomonga. Sekin xuddi shunaqa joyga qaytib, keyin turish kerak. Sakraymiz. Kulib turib. Xumuriy bo'lishga hozir bu yerdan chiqishimiz bilan hamma yordam beradi. Kulishga hech kim yordam bermaydi. Yaxshi, endi mana qil. Yaxshi bo'shashtiramiz. Yogada ikkita очистительный mashq bor. Bittasi ha deb chiqaradi. H degan tomoqni mana qisadi. A degan shunda ochadi. Risk atadi. Sekin nafas olamiz.
deb turganlar keyin mana. Oxirida davomli qilish kerak. Har bir mashq nafas mashqidan boshlanadi, nafas mashqidan tugatiladi. Tikka turib turamiz. Keyin sekin nafas olamizdagi shu olgan nafasimizni 3 ga bo'lib chiqaramiz. 3 ga bo'lib nimani cho'chaysiz mana. Sekin nafas olamiz. O'pkanimi bu? Asl o'pkaning pastini, o'rtasini, yuqorisini alohida chiqarish kerak. Endi sizlar buni bilmaysizlar. O gruppada mana astmatiklar meni gruppada qatnashadi, onlayn oladiganlar boshqalar. Ularga o pastdan qanaqa nafas olish kerak, o'rtadan, tepadan qanday qilib to'ldirish kerak, shularni o'rgatib, prinsipni qaytargandan keyin buni o'rgatamiz. Bu aniq vaqt dars kelganlarga o'rgatasiz. Ya sekin sizlarni platnik bo'lsanglar kerak endi. Niyat bor. Shish desang. Endi nima bu mashq qilgandan keyin tana qiziydi. Ani sovutishni ikkita mashq qilgan bormi? Tana qizib ketgan paytda, davleniya oshgan paytda birdan qattiq qisilganda aman xayol kalladan chiqmay qilib oladi-ku, yaxshi. Ana shu paytda sekin nafas olish kerak edi. Sekin chiqariladi. Keyin tilni manaqa buradi, shitali pranayama deydi. Trubka qiladi. Sekin tildan nafas oladi. Oldin pastni, o'rtani, yuqorini to'ldiradi. Ya'ni buni juda ham qiyin emas aslida. Keyin sekin burun bilan nafas chiqaradi. Tilni burab turmay. Bu muzlatadi-da, hali qiz davliyani zo'r tushiradi bu. Ha, mahallada o'zi qancha odam ishlayapti o'zimiz. Davliyani zakon tushiradi. Hala, sekin chiqar. Buni 40-50 marta ishlaydi. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Buni agar qattiq tarsang davliyani ko'tarib olishdi. Keyin ikkinchi shitkali deydi. Tortish kerakmi? Ha, tildan, og'izdan tildan so'rish kerak. Keyin shitkali deydi, tishni arasini oladi. Ya, deb ovoz chiqarmaydi. Lekin shunaqa yumshoq qilish, ana qancha uzoq bo'lsa shuncha ko'p muzlatadi. Bu yerga qon kelib olingan paytda qizib turganda qonni, davleniyada qon qizadi. Tomir torayadi, qon qizadi. Katta ketgan uchun davleniya bosh og'riq qiynaladi. Mana shularga bo'ladi. Keyin kaki pranayama degani bor. Kaki degani bu nima? Qarg'a. Qarg'a nima uchun 100 yil yashaydi? Chunki tumshug'i uzun, shuning uchun ekan. Unda qiladi. Endi buni shunday nafas olayotgan paytda oldin qorin ko'taradi. Keyin yelka ko'tariladi. Ko'krak, keyin yelka ko'tariladi. Keyin sekin pastga. Shunda o'pka объемный сразу. Ham nima? Og'iz ham o'pka muzlaydi, tez davleniyam tushadi, pulsparim qaytaradi. Mayli yigitlar, kelganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlar harakat o'zlaring foydalaringga keldilaringmi? Mayli bir rahmat sizlarga. Qancha mehnat qildilaring. Kelib turganlar kelganlarga hamma vaqt 20 kilometr haydab. Davramiz 15 kilometr velosipedda. Velosipedda kelishdi. Bu yerda mashq qilishdan davom etamiz hali xudo xolasa. 15 metr velosipedda yo'l yurib, qaytib ketishadi. Bu молодец. Mana shu yigitlar bir qarsak chalib yubordilar. Bo'ldi. Bo'ldi.